2025-yilda mana shunday somonshvoq qilish narxlari necha pul bo'ladi degan akalarimiz uchun mehnatkash akalarimiz Ramazon oyida Farg'onani Rishtondan usta akalarimiz zo'r qilib qumsol somonshvoqlarni qilib berishyapti. 1 kvadrati 35 ming so'mdan. Mana shu shlaka blokli devor bo'lgan ekan. Shlaka blokli devorga bo'lammi deganlarga zo'r bo'lar ekan. Sinovdan o'tgan. Undan tashqari pena blok. Mana pena blok ham qilishgan akalarimiz. Mana bu uyni yarim taraf shlaka blokdan, mana bu shu pena blokda davomi uy. Bu ham mana 2 yil 3 yildan beri qilyapmiz. Hech qanaqa nimasi yo'q. Sinovdan o'tgan, tashamaydi, ko'chmaydi. Biz qilgan joylarda akalarimiz remont qilib mazax yashayapti deyishyapti. Kvadrati 35 mingdan pishgan g'ish, xom g'ish, shlaka blok, gaza blokka farqi yo'q. Birinchi etajga 35 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab, ikkinchi etaj bo'lsa, paxsali devor bo'lsa, keyin narx qo'shilar ekan. Paxsali devor notekis bo'lishi mumkin. Ikkinchi etaj baland bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga qarab turib, narx qo'shilar ekan, ozmos qadrdonlar. Lekin birinchi etajga pishgan g'ish, xom g'ish, shlaka blok, gaza blok 35 mingdan. Kimga shunaqangi mehnatkash, somonshvoqdan qiladigan mehnatkash akalar kerak bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Instrument hamma yoq ketmon, kurak, tog'ora hamma yog'i bor ekan. Undan tashqari drabilkani ko'ryapsizlar. Drabilkalar ham o'zlaridan somonni mayin qilib o'zlari chiqarib olib, o'zlariga ma'qul kelgandek qilib ishlatishar ekan. Pastda nomer qoldirganmiz. To'liq video tajribali ustalar kanalida xizmatlar butun O'zbekiston bo'ylab.